Manga shu taksichi ham odammi, taksichilar unday gap tashlayapti, palon qilyapti. Bizani xalqimizga yaxshilik qilib bo'lmaydi. Ana men misoli bilan aytib beraman sizga. Prezidentimiz ana shu o'zini o'zi band qilsin deb sertifikat, litsenziya bu taksida yuradigan litsenziyani 1 yilligini 412 ming bir okladgina qilib berdi. 1 yil davomida foydalansin. Faqat 6 oyda Texas motordan o'tkazib turishingiz shart. Bu ham bor. Lekin haqiqiy taksilar chetda qolib, taksi dokument qilib, oilasini, ro'zg'orini boqaman deydigan taksichilar a'zo bo'lib, Karondan, Buxoro shahardan chiqib Rometan tumanimga o'zimga kelyapman. Yo'lni birinchi, ikkinchi palasagacha bosib kelgan odam. Bironta taksi emas, paputlar kelyapti, shunday saqlayapti, ular ham odam ajratadi, mana qaraydi, chiroyliroq ayol, chiroyliroq qiz bo'lsa agar ularga chaqchaqchi kerak. Mizmirriga g'ijduvon 10 ming so'm olib ketyapti. Balans beradimi? Bermaydi bu. Buni yaxshi bilasizlar. 5 ming desa ham qizig'i yo'q o'tir. Keyin bu taksi emas bu. Bu qanaqadir ishda ishlaydi, oyligi bor, normalni. Bu gap o'tadi, keyin o'tishadi, bu taksichilar deydi. Bular unday. U taksi emas u. Siz o'zingiz yo'nalishingizni to'g'ri tanlang. Hozir menga shu taksichi ham odammi, taksichilar unday gap tashlayapti, palon qilyapti. Yo'q aka-ukalarim. Men ana shunaqa holatlarni ko'rib chiqib aytaymanki, qani tekshiruvchilar, qani departamentlar tekshirsin, ana polni tiqilib ketgan hamma yo'q, litsenziyasiz. Shu karrondan oldinroqqa o'tirsa, shu yo'l ustiga saqlaykonlarni olib, hammasini protokol qilib chiqarib yuboraversin. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Eslaringizdan chiqarmanglar. Qonundan chetga chiqdingizmi? U xohlaysizmi yo'qmi, u ruji inqirozga olib kelaveradi. Yaxshi jamiyatga foydangiz emas, zararingiz tegishni boshlaydi. Ana shunaqa negativlar bo'lishni boshlaydi.